Bir bala bir palçının altına ötkitip beripli, bir pal aşkızıp bakaycı depli, pal aşkızıp dedi. Aşkızıp ki palını mana palını içipli. Ufkam siz 3 ketem ölündü ekansiz depti bu. Dese bu ha. Dep işide qarap tursa 3 ketem ölündü ekansiz mana. Lekin 3 ketem ölünüp bolgandan keyin kechirsiz 10 yildak dat tatib ekansiz. Mana yaxshi chiqdi. 10 yil dat tatib bolgandan keyin ajoyib bir martabalarga erishib ketdi ekansiz ufkam. Lekin hayatınızın ahırda pichoq yeb o'lib ketgansiz debdi-da bu palchi. Bu oturib pichoq yeb o'lib ketgansiz, ochiq ketib, buni pulni bermay, menga deb ketibdi. Deganda o'tib, 3 ketim o'linib qoldi-da, bu 3 ketim to'y qilib qolibdi. Voy, yiliq palchini degan gap rost chiqib qoldi. 3 ketim to'y qilib qoldim, davasili, paloq buliqli madaniyat inqilobi boshlanib ketiblar, turma kirib ketdi bu. 10 yil turmada yetib. Tova, yiliq palchi 10 yil dat tatib rost 10 yil tatibdi men madatni. Deb turmadan chiqiblam, buni xizmati asli kelib, amalda olib qopti bu. Voy, tova, yiliq palchini degandek, 3 o'ylandim. 10 yil dat tatdim. Men amalda olib qoldim. Qaramani gapini rost chiqqandi. Bu pichoqda o'lsa degan, endi qanday qilamiz deb paloq buliqli, bentto'y qilibdi bu. Xizmatdan chiqibla pichoqda ketmasin deb uy kirib ketdi bu. Qatti uydan chiqmabdi-da, ayoli saytog'asin pichoqdan qo'rqmadi, o'tirgan bo'lib qolibdi bu. To'y to'kkan bormaydi ekan, adam olashqa yagim bormaydi ekan. Uyda gaz to'kib kelsa ayolni chiqirdi ekan, o'zi chiqmay, mush talog'i chiqsa tomning tuvila meni pichoq yeb ketadigan shu deb qo'rqib yuribdi-da bu. Mushtaq yurib, og'rib qilib, doktorxonaga berib, balist yetib, operatsiya tugab ketibdi. Birodinam shunda yaxshi o'tyapti. Tuyuqsiz harakatga tushib qoldi bu. Kundil mas'ul chiroyda bu, bir kuni ayol telefon qilibdi, "Ey, moshinaga bir gah qo'ysangiz, Xalmurat, gapingizni anglaydi" deb, bu yana haraqchidigan bo'lib ketibdi deydi. Ma'qul deb atdiganda yakshanba kuni berib, eshikni tak ursam, eshikni shortida ochdi, qo'li rumki turdi buni. "Ey, bu atdiganda bu nima qilsa, bu qo'lingni yana rumki turdi-ku seni. Mush gapni qig'il kelganman senga, sen bu jiningga ekak silib saramab qolmagansan sen" desam, "Voy bo'ldi, jihga qilmay kira, adash kira" deb uyga boshlab o'tog'izib qo'ydi. O'tog'izdi men bundan bir savol so'rab boqay deb, "Ey, sen nima deydi? İttizde işlep, aptapda üley deb ussap kelgan eshakning oldiga bir chelak suv bilan bir chelak aroqni qo'ysang, eshak qaysini ichidi desam, suvni ichidi deydi. "Ey, eshak chig'ida suv ichidi" desam, Romga qarab ketib, Romkani qo'liga olib, eshakqa ishni qilmasligimiz uchun qo'shadi. Bizning balchilik tarbiya qilib bizdan gap qilib o'tirsak, bu yig'lab ketdi-da, bu yig'laydi. "Ya nimaga yig'laysan? Nima dading va digina? Ya ayolingga demapsa, men yaqin og'ayanga menga demamsa" desam, "Adash, sana bir dadim bor dey. Oldi bilan bir savol so'ray" dedi, ha desam, "Mush dunyoda eng baxtli er kim?" deb savol so'raydi. "Obama" debdi men desam, "Yo'q" dedi bu. "U podshoh" desam, "Yo'q" deydi, "Bu" desam, "Yo'q" deydi. "Topamadim o'zing degina" desam, "Jahonda hammadan baxtli er Xo'roz" deydi bu. "Voy, Xo'roz qanday baxtli er" desam, 40 tak ayoli bor, bir miqinapsi yo'q deydi. Navbatdagi nomerimizni "So'ygiga to'lsin olam, bug'da ata" qatorliq naqshlar bilan qalb to'rimizdan o'rnib kelayotgan atoqli naqshchimiz İzzat İlyasga beramiz.